Bugun obzori boshqachasi bo'ladi. Hovlisida basseyni bor uyga kelganmizda shuna qo'y olgan bo'larmidingiz, qadrdonlar? Narxi va lokatsiyasini video davomida aytaman. Siz bo'lsa bu videoga like bosib qo'ying. Qani o'z obzori boshlaymiz. Kiraverish kattagina yo'ligimiz 1, 2, 3, 4 tagacha boshlab bemalol sig'adi. Bu yoqqa tennis qo'lingan. Ba'zan qilib tennis o'ynaysiz. Bu yoq basseyn ko'ryapsiz. Basseynimiz ham katta. Umumiy hovlimiz 4 sotu, 5 ta xona, 4 ta sanuzel, podval ham bor. 20 ga 20. Xo'p, bu yoqqa kichkinagina bo'lsa ham zeloniy zona qiling, kevering. Xo'p, bu yoq tarafda choy ishish stul, yozgi oshxona, sanuzel, yuvinish xonasi bor. Bu yoqdan bo'lsa podvalga chiqasiz. Bu yoq tarafdan tepaga ikkinchi etajga chiqsangiz bo'ladi. Ikkinchi etajimizda o'zini bitta xonasi, sanuzel va bilyardning xonasi ham bor. Xo'p, endi asosiy uylarga kirib, uylar ichini bitta obzor qilib chiqamiz, yuringlar. Bu yoq hol, bu yoq divanlar, o'tirib televizor ko'rsangiz bo'ladi. Bu yoq bitta mehmonxona, uy egalari narsalarga bo'lgan uchun omonda. Bu yoq bolalar uchun bitta yotoqxona, ketdi bunisini olamiz. Bu yoq kattalar uchun yotoqxona, o'zini sanuzeli ham bor bu yoqda. Xo'p, to'g'riga o'tar ekanmiz. Eshikdan kirganda o'ng qo'lda mana to'g'rida yuvinish xonasi, ya'ni sanuzel dushlar bilan birgalikda. Xo'p, bu yoqda ayollarimiz uchun maxsus oshxona, mana mebel texnikalarni ham ko'rsangiz bo'ladi, yaxshisidan qo'yib qo'yishgan. Lokatsiyamiz Yangi hayot bo'ladi. Oldin bu yerda Sergeliga kirgan Yangi hayot bo'ladi. Yangi hayot metrosigacha bir 4 minutlik yo'l ekan. Narxi starti 350 ming dollardan o'tdilar. Qiziqarli uchun pastga raqam bo'ladi. Uy sotish va sotib olish uchun menga obuna bo'lib qo'yinglar. Uyimiz narxiga arziydimi? Kommentariyada fikrlarni bildirib keting.